Hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana MB Panika. Bugungi video yangi obnova haqida bo'ladi. 4.9.6 versiyada mana ko'rsataman. Mana shu mashinalar qo'shildi. Game Optimization shu o'yin tezligi oshirildi. Bug fixes, buglar to'g'rilandi. World Sale o'zgardi. New Character Closes, oynalar, ya'ni lyuk ochilib yopiladigan bo'ldi, lyuklar. Update main menyuga kirish chiqishi o'zgardi. Update city serveri o'zgardi. Winter Holiday Body Kits, qish bayrami uchun, ya'ni yangi yil uchun mana body kitlar o'zgardi. Mana bunaqa narsalar qilsanglar ham bo'ladi. Buni qancha ko'p mashinga qo'yilgan bilmayman. Mana hozir World Sale Rework deyapti. World Sale'da eng katta zo'r narsasi mana bunday kirasizlar. Shuni mashina libboy butun mashina olmoqchi bo'lsanglar, ko'pchilik mashina olardi, shunday keyin yurmay qolib, bug bo'lib qolardi. yoki bo'lmasam bir yurib to'xtab qolaverardi mashinalar. Shuni mana bu yerda mana tekshirib olsanglar bo'ladi. Mana kalitni bosganlaringdan keyin mana yerda chiqadi, gaz chiqadi. Bunday bossanglar mana mashina yuradimi yo'qmi tekshirib olsanglar bo'ladi mana gazini. Keyin mana yerda faralarni yoqsa bo'ladi mana. Mana yerda eshik ochilib yopilishi. Keyin orqa oldi kapotlar ochilishi mana. Keyin mana bu yerda motor, korobka, CD, turbina bormi yo'qmi? Mana turbina 3 ta, turbo 3, 85.000 kilometr masofasi. Keyin mana yerda card description narsalari, yozuvlari. Keyin shu mana eng katta yaxshi fishkasi. Menga mana shu narsasi yoqdi. Ko'pchilik mashinani olib bo'lgandan keyin sotib olib turib, mana yerdan shuni oldin sotib olardi. Keyin serverga kirib shuni haydasa yurmay qolardi. Uni keyin stok qilib buzish kerak, to'g'ri bo'lib qolardi boshqa 300 kupe mashinalarda. Hozir mana bo'y mashina tekshirib olsanglar bo'ladi mana. Buni bosib, gazni bosib tekshirib olsanglar bo'ladi. Mana shu. Keyin city serveri o'zgardi. Keyin mana main menu o'zgardi degan joyi mana shunaqangi hozir ko'rdinglar, yaltiroq bo'ldi, bir boshqacha bo'lib, o'shanaqa o'zgardi. Hozir mana ko'rsataman. Telefonim sal qizayapti, shuning uchun grafika sal xiraroq chiqishi mumkin. Mana yangi yilga lekin ancha o'zgargan, grafika vobshe zo'r. Mana daraxtlar ayniqsa manzarani ancha ochib turibdi. Yonar ledchalar mana uzoqlarda. Keyin mana yana nima bor? Keyin mana yonar ledchalar, yana bunaqangi narsalar. Keyin mana shunaqangi yangi mashinalar ham qo'shilibdi mana. Oldin nima edi? Cadillaclar unaqa qilib yurmasdi. Oddiy eski mashinalar yurardi. Cadillaclar uncha yangi mashinalar chiqmasdi. Adashmasam mana bu yerda dom bo'lardi mana. Mana shu yerda katta dom bo'lar, shuni o'rniga tekis maydon bo'libdi. Atak mana shu yerlarda sxodka qilishga moshni joylar bo'libdi, lekin mana sizlar ham YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanaliga o'tsanglar, mana shu yerda sxodkalar olib qolamiz video. Keyin yana adashmasam mana bu joylar ham o'zgargan mana. Mana bu yerda mana bu yerda supermarketmi bir nima bo'lardi. Hozir mana qum, keyin bu yerda pagurchik bor. Mana yerlarda ham pagurchiklar, keyin yana bu yerda kranlar, bir qurilish narsalari bo'lyapti. Keyin mana bu yer yama, mana ko'rib turishlaringiz mumkin, yama. Yana shu joylar o'zgargan. Keyin boyaga aytib o'tgan mashinalar qo'shilgan. Keyin mana hozir ko'rsataman. Bozorga kirishdagi joy o'zgargan.
hozir mana mashinalarni yo'qib qo'y. Bozorga kirishdagi yo'l mana shu yer o'zgargan. Oldin yaxshilab e'tibor bersanglar, mana shu yer bitta yo'nalishdagi yo'l edi. Ko'pchilik pоворot qila olmasdi. Hozir mana bemalol burilib olsangiz bo'ladi. Liboy mashinada oldin pashti mashina mashina shunday turgan joyida mana u to'siq, mana shu to'siq mashinlarda, где-то mashinlarda bo'lardi oldingi to'siq. Kichkina edi yo'l. Hozir mana yoqdan ham yursangiz bo'ladi, bu yoqdan ham ikkita yo'l, ikki taraflama yo'l bo'lgan. Hozir mana kirishdagi yana bozor oldini ko'rsataman. Keyin mana bu yerlarda qorlar bo'lgan, mana qorlar uyilgan. Har bitta tochkalarda ko'rishlaring mumkin. Mana qor bobo bor, kichkina qordan yasalgan. Keyin mana yerlarda ham bor. Xullas kalom, yangi yilga yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Yangilanishdagi joylar ancha yaxshi. Mana archalar, keyin atrof manzara ancha yaxshi. Hozir mana kirishdagi joyni ko'rsataman. Hamma yerda keyin qor. Hali bundan tashqari ko'pchilik joylar ko'p. Men ko'rmagan joylar ko'p. Ya'ni hammasiga borib tochkasigacha borib ko'rganim yo'q o'zim ham. Kichkina joylar ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana yer kirishda qalin qor, mana shu yerlar mana. Mashinam toyayapti ancha Audi'da. Mana keyin mana bu yerga archa qo'yilgan. Mana tagida sovg'alar ham bor mana. Mana archa, katta archa. Keyin mana bu yerlar mana oldin chang'ida toysak mana shunaqa bo'lib qolardi. Yerlar mana shu rasa o'xshatdim shunga. Yo'llar, asfaltlar bunday chang'ida toyaversa mana shunaqangi ko'rinishda bo'lib qolar. Shunga rasa o'xshatdi. Endi mashinalar ko'pchilikni yurganmi, drift qilgandek o'xshatgan mana. Mana shunday toyaversa haqiqatan mana shunaqangi iz bo'lib qolardi, qorlar shunaqa bo'lib qolardi. Hozir mana qorlar qo'yilgan mana yerlarga ham. Yana bundan-da ko'p fishkalar bor, joylar. Men kichkina joylarni ko'rsatib o'tib ketyapman hozir. Lekin ancha qor yog'ishi, ob-havo sharoiti ancha o'xshatilgan real hayotga. Mana yerlar qorlar uyilgan ancha. Keyin chekalarda yonar ledchalar ancha manzarani ochyapti. Atak razrabochiklar zo'r ishlagan, yaxshi ko'rinish bergan ancha. Keyin oldin mana bu yerlarda mashinalar yo'q edi. Mana bu yerda. Mana yerda 2-3 ta mashina turardi, lekin boshqacha edi umuman. Hozir mana o'rnida qor turibdi mana yerda. Keyin mana hozir shunday mashina yuboraman. Qordagidek qor bo'libdi, lekin mashina yuvgandan keyin oppoq bo'lib qoladi. Atak hozir chekalar oq bo'lgandan keyin yuvilsa boshqacha bo'lib qoladi-da. Shunday kirishda qancha ko'p toysa mashina chekalar qor bo'lib ancha o'xshaydi real hayotga. Menga eng yoqqani mana shu W223 bo'ldi. S-Class. Buni mana logotipini rosa chizish qiyin bo'ldi ancha. Mana logotip o'xshaganmi, o'xshamaganmi yozib ketinglar. Nomerga alohida bitta baho berasizlar. Nomerni ham ancha qilish qiyin bo'ldi. Mana rangini o'zini rangidan boshqa yaxshi rang topa olmadim. O'zinikini sal to'qlashtirib, sal boshqacharoq qildim. Diskalari ham original o'ziniki. Boshqa qo'yganim yo'q. Buni hali proyekt qilganim yo'q, chunki uni vesi og'ir. Foydasi yo'q uni proyekt qilgan bilan. Bugungi video mana shu haqida edi. Yangi obnova haqida edi.
YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tsanglar, birga video olamiz. Har xil yaxshi ideyalar bo'lsa. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.